Qadrli Oltiariq sovg'alar obunachilari, hozir promo efir qildik. Oltiariq sovg'alarga obuna bo'lganlarga muallim soni tarqatdik. Bu opamiz aytdiki, muallim sonim bor, menga Qur'oni Karim bering deydi. Bo'ldi, Oltiariq sovg'alarga kelavering, agarda shartlarni bajargan bo'lsangiz, Qur'oni Karimni tajvidlarini beramiz dedi. Endi ko'rsatingchi, shartlarni bajargan bo'lsa, hozir Qur'oni Karimni tajvidligini beramiz. Qani ko'ramiz. Xo'p, mana hamma profilimizga obuna bo'lgan ekan, videolarga like bosgan ekan, kommentariy yozgan ekan. Hozir video qilishdan oldin ham ko'rib oldim. Biz aytgan barcha shartlarni bajargan ekan. Endi ushlab turasiz telefoningizni. Biz sizga Qur'oni Karimni endi tajvidli Qur'on beramiz. Mana Qur'oni Karimni tajvidligi. Yoqdimi? Ha. Mana o'qib turganda bizni ham duo qilib borasiz. Oltiariq sovg'alarga obuna bo'linglar. Sizlar ham shunaqa Qur'oni Karimni o'zbekchasini, misol arabchasini yoki muallim sonini bepulga olishlaring mumkin. Obuna bo'lib shartlarni bajarib qo'ysalaring bo'ldi. Endi bunaqa sovg'a yutib olish uchun nima qilish kerak ekan? Shundan bir og'iz aytib ketsangiz. Shartlarga like bosish kerak, kommentariy yozish kerak, istoriya qo'yish kerak, do'stlarga jo'natish kerak. Mana bundan zo'r sovg'alar ham bor. Bu Oltiariq sovg'alari, men sizlarga bu yerda yana tushuncha qilib ketdim. Bu Oltiariq sovg'alarini 05 ga oling. Oltiariq sovg'alarini Podvalli do'koni. Oltiariq sovg'alariga kelganlaringda, mana shu pastda do'konimizga kelsalaring, juda ham ko'plab sovg'alar bor. Onaxonlar uchun, misol yaqin o'rtoqlar, yaqin qarindoshlar uchun mana bunaqa zo'r sovg'alar bor. Va mana bunaqa islomiy kitoblarimiz bor va mana bu yerda tashkilot uchun suvenirlarimiz bor. Har xil turdagi korobkalarimiz bor. Juda ham ko'plab obunachilarimiz so'raydi bu korobkalar Oltiariq sovg'alardan topasizlar.